Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, kadirlik akayada yeni sanallar. Sizler bilen Uyghur Akademisi'ninki 5. növetik ilmi muhakeme yığında yüz görüşkenimge intayin hoşalman. Hem de muş fırsatını yaratkan akademiyetki barlık xadimlarga köptün köp rahmetimni bildirmen. Mening sözlemekçi bolgan temam Thomson Tate Chetaev teoremasiga boysunmaydigan bir misal. Meniki tadqiqatim aqar jismlar mexanikasi bo'yicha olib berilgan bir tadqiqat. Buningda zichligi o'xshash bo'lmagan suyuqliklarningki oqqan chaqda ma'lum bir to'salg'udan o'tganda paydo bo'ladigan bir qaynam bor. Bu qaynamningki harakati perqirma yoki aylanma harakat deyildi. Mushu harakat Ninki ahvalini tadqiq qilishga to'g'ri kelganligi uchun bir perqirma sistemini o'rganishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning bilan mushu yili qo'limda va ko'rsatib qo'yman bu bir perqirma sistema. Aylanadigan nur bundaq aytgan chaqda mushu aylanadigan nurninki İntayin kichik bo'lgan bir qarshilikqa uchirgan chaqdagi muqimligini tadqiq qilish sababi bilan mush maqola yozilib chiqdi. Buning asosiy mazmuni muqaddima, Lagrange nuri, uyg'on nur va pretsessiya. Bu yerda oldi bilan mushu perqirg'ich sistema yoki giroskop degan uqum bilan tanishib chiqaylik. Perqirma sistema deganimiz bir mana mexanikçi jihatdan aytgan chaqda bir taxsa, aylanadigan bir taxsa. Uningki alayidligi aylanma harakat momentininki saqlanishiga asosan o'zining muqimligini saqlay oladi yoki ma'lum bir yo'nalishni belgilab bera oladi. Buni da mayda bir misol ko'rsatay oldi bilan. Bu sisteminki muqimligi tufaylidan maydan tushib ketmasdan turadi. Mushu muqimlikqa hozir aylanma surati asılgan sira buning muqimligi buziladi. Hamda mushu muqimlikqa ta'sir qiladigan bir intayin kichik bir qarshilik kuchi bo'lgan chaqda mushu sistemda qanday o'zgarish bo'ldi degan to'g'risida tadqiqot qilib bo'lgan. Hamda bu perqirg'ich sistema ningki ishlatish sohasini ko'rib boqaylik. Mushu perqirg'ich sistema odatda ishlatish sohasida yakka relsli poyezd, paraxod, anodagi nuqta belgilagich, mavu reallikni aks ettiradigan bir qurilma. Undan keyin Segway. Buningki Uyg'urcha tarjimasi yo'q ekan, turkcha tarjimasida Segway deb ahang tarjimasi o'chayapti, men shunday oldim. Undan keyin hozirgi aqliy yanqillarda ishlatilayotgan o'rin belgilagich yoki bo'lsa yo'lnish belgilagich, ya'ni ketgan chaqda. Undan keyin mani gyro kompas deydi. Bu hamimizga tonish bo'lishi mumkin. Mushu shundaq ko'p xil ishlatish sohalarida perqirg'ich sisteminingki muqimlikni saqlash yoki bo'lsa yo'lnishni belgilash iqtidoridan foydalanadi. Mavu NASA'ningki bir perqirg'ich sistema orqali muqimlikni saqlaydigan iz qo'zg'ovchi uskunasi. Asli buni erkin sidiq akam bu ko'rsatay deb kelgandim, yo'q, kelmay qoldi akamiz. Buningda shu muqimlikni saqlanishi uchun perqirg'ich sistema ishlatilgan. Unda olsam, uningki 3 xil asosli harakat shaklini ko'rib boqaylik. Uyg'on nur. Bu perqirg'ich sistemaning yuqori suratda aylangan chaqda intayin tinish holati, tik holatda turgan holati. Buni inglizchada sleeping top, ya'ni uyqudagi holat deb olgan. Mavu pretsessiya, buningki ahang tarjimasi bo'yicha ishlatildi. Bu hem o'z o'qida aylanadigan, hem ilgirli harakat qiladigan bir jismningki ma'lum bir nuqtasi muqimlashtirilgan chaqdagi aylanma harakat shakli. Üçüncüsü bo'lsa pretsessiyaga notatsiya degan harakat olib qo'shilgan holat. Notatsiya deganimiz tavrinib ilgirlama harakat qiladigan holat. Bilan pressiya harakati birlashgan chaqda uningki
hareket trajektoriyasi bunday shaklda chiqadi. Tuvandagi mau to'rbet adresida matematika degan yumshoq detalni tuzguvchi gruppalarniki shu xil harakat holatlarini ifodalaydigan nima bir kichik yumshoq detal bor edi. Buni vaqt munosabati bilan ko'rsatmayman. Unda olsa biz perkuratuvchi, mana shu perkuratuvchi sistemamizningki oldi bilan buning dastlab turg'izilgan model to'g'riliq to'xtalaylik. Xo'ritish kuchi yoki bo'lmasa qarshilik kuchining ta'siriga davolg'ish. Odatda mayda manfiy energiya degan mafhumni bir tushuntirib qo'yay. Manfiy energiya deganimiz nazariy fizikadagi bir qiyosiy hukm bo'lib, bu mana shu o'zimiz hozir so'zlamoqchi bo'lgan shu nima bilan perkuratuvchi sistema bilan birlashtirib tushuntirgan chig'imizda sistema butun bir gavda bo'lish oldi bilan inersiya sarf qilayotgan bo'lsa-mu, ammo sistemaningki harakatining ostlashmasdan texmi jiddiylashib ketishini ko'rsatadi. Manfiy energiya deymiz. Endi manfiy va musbat energiyalar mavhum lamfida o'qida turgan holatda bu muvozanat holati bo'ldi. Ya'ni buningda hech qanday qarshilik kuchi, masalan surkilish kuchi bo'lmagan holatda butun sistema muqim holatda bo'ldi. Endi buningki xohlagan bir kichik miqdordagi qarshilik kuchi qo'shilgandan keyin sistemaning tangpunlik buziladi. Mau ikki tanlama shu yuqori so'zlagan sistemaningki matematikalik modeli. Buningdagi omega yuklangan ikki a'zo perkuratuvchi kuchlar, delta yuklangan ikki a'zoni surkilish kuchi yoki bo'lmasa umumlashtirib aytganda qarshilik kuchi deb olganmiz. Shu sistemadan matematikalik modeldan ko'rilish qo'ldiki, odatda perkuratuvchi kuch shu sistemaningki muqim holat turishidagi muqimlik omili bo'lib hisoblanadi. Endi xohlagan bir xo'ritish kuchi yoki qarshilik kuch qo'shilgan chog'da bu sistemadagi tangpunlik buziladi. Shuning bilan bu davolg'ish bo'ldi. Bu matematikalik modelni Thomson Tate 1975-yilda o'tirib qo'ygan. Lagrange nurining harakat tanglamasi. Endi Lagrange nuriningki harakat tanglamasida shunday bir perkuratuvchi sistema tanishtirilgan. Buningdagi T bizga hozir kerak bo'lgan T birlik vektor, o'q yo'nalishidagi birlik vektor. Uningdan sirt L deganimiz massa markazidan yoki bo'lmasa eg'irlik markazidan maydagi nuqtaga chiqqanlik, muqim nuqtaga chiqqanlikni ko'rsatadi. Omega 3 bo'lsa, shu perkuratuvchi sistemaning o'zining o'qida aylangandan keyin bulung'liq tezligi. Bu odatda bizning maqolamizda muqim turaqliq bo'ldi deb qaraldi. Endi biz ishlatgan turaq biz bu yerda so'zlamoqchi bo'lgan qarshilik kuchi hargizmi mana nuqtadagi qarshilik kuchi emas. Bu nuqtada paydo bo'lgan surkilish kuchini biz bu sistemada nolga teng deb faraz qilamiz. Asosligi mana bu neminingki perkuratuvchi sistemaning eg'irlik kuchining ta'sirida masalan eg'irlik kuchining ta'sirida u tuvanga qaysa hozirgi qarshilik kuchimiz dal shuning aksi bo'yicha ta'sir qiladi. Masalan abim aylanayotgan sistemada xuddi qo'limiz bilan no'qib qo'ygan o'xshaydi. Buningki harakat tanglamasi 3-tanglama buningki aniqlamasidan keladi. Shu 3-tanglamaga birlik vektor t ni ko'paytirib ratlab chiqsak, bunda bir tanglamaga erishib bo'ldi. Endi bu sistemaningki bulung'liq harakat miqdori ne 5-tanglama bilan ifodalashga bo'ladi. Buningda AC-lar turaqli miqdorlar. Omega 3 turaqli miqdor. Endi Newtonning harakat qonunini shu sistemaga saqan chig'imizda hamda kelib chiqishlarini so'zlab o'tirishni hojat yo'q. 6-tanglamaga erishgan bo'ldi. 5-tanglamaninki m bulung'liq harakat miqdorini vaqt nisbatan hosillab 6-tanglama bilan birlashtirilgan bo'lsak, shu perkuratuvchi sistemaningki harakat tanglamasiga erisha olamiz. Buningki perkuratuvchi sabab bo'layotgan asosli kuch Lorentz kuchi. Minus delta t chekit bo'lsa vaqtni nisbatan hosillashni ko'rsatadi. Bu bo'lsa surkilish kuchi yoki bo'lmasa qarshilik kuchi. Endi yuqorida deyilgan tanglamani biz yuqoridagi deyilgan tanglama koordinat tik bulung'liq koordinat sistemasida paydo bo'lgan tanglama. Buni Schwarzman koordinat sistemasiga o'zgartgan chig'imizda 8 va 9 ga erishgan bo'ldi. 8 va 9 dagi C omega 3 yuklangan 2 a'zoni biz perkuratuvchi kuch deymiz. Yuqorgi tanglamaga o'xshash. Delta yuklangan 2 a'zo bo'lsa qarshilik kuchi bo'lib hisoblanadi.
Biz hem de mushu sistema, mushu ikki tanlama orqali ifodalangan matematik model ifodalangan sisteminiki muqimligi to'g'risida analiz qilib ko'rsak, oldi bilan uyg'on nur to'g'risida to'xtalaylik. Uyg'on nur deganimiz sistema tik holat turgan bo'ladi odatda. Sistema tik holat turgan bo'ldi, mayli seta bilan 0 bo'ladi. Ya'ni sistema butunlay tik holat bo'ladi. Seta bilan 0 bo'ladi. Bundan keyin uning aylanma harakati bir turaqlik fiti. Endi bu yerdagi qimmat turaqlik degan bilan buniki bir ixtiyoriy funksiya. O'zimizningki amaliy ahvoliga asosan talab og'il bo'lgan funksiya deb olamiz. Endi mushu sistemaga nisbatan bir daxli paydo qilish, endi ma'ni men tarjima qilishda biroz qiynaldim. Qalayim qanchalik deb tarjima qilingan inglizcha. Ne tarjima qilsa, lekin toza yaxshi chiqmaydi ekan qalayim qanchalik. Shunga daxli paydo qilish deb oldim. Ya'ni uyg'on holatda turgan sistemaga ma'lum bir kuch, az bir kuch ta'sir qiladi. Ta'sir qilib buni tavirtadi. Taviratgan chaqda mushu 8 bilan 9 da qanday o'zgarishlar bo'ldi deganni ko'ramiz. Bizniki ma'no sayis chiqib qopti. Bizniki mushu 8 bilan 9 ga ta'sir qildirgan chaqda erishildigimiz erishildigimiz mana ikki tanlim bo'ldi. Bu ikki tanlimni endi so'zlab o'tasam kasbiy narsa bitdi mazlarga buniki ma'niki say paydo qildi. İki xil holatdagi analizni deb o'tay. Birisi qarshilik kuch 0 bo'lgan ahvol ostida, qarshilik kuch 0 bo'lgan ahvol ostida bundaq bir kritik qiymat chiqadi. Ya'ni C omega 3 bu aylanma harakat tezligi, bu buloqliq aylanma harakat tezligi ikki radikaliga AMG degan bosh qiymatdan bir kritik qiymatdan cho'ng yoki teng bo'ladi. Agar sistema mushu kritik qiymatdan cho'ng holatda aylansa, sistema o'zining muqimligini saqlaydi deb olamiz. Bu qarshilik kuchi 0 bo'lgan ahvolga oldi. Endi qarshilik kuchi 0 dan cho'ng bo'lgandagi ahvolda qaraydigan bo'lsakmi, bizning analizimizda oxirida yana mushu ikki radikal ostida AMGL degan mushu qiymatga taxminan tenglashadi. Yani qarşılık kuchi ta'sir qilgan chaqdimi, ta'sir qilmagan chaqdimi o'xshash bir xil muqim holat saqlandi. Buning asosan biz nima deb hukm qilamiz degan chaqda uyg'on nurga ma'lum bir qarshilik kuchi ta'sir qilgan chaqda uning muqimligi buzilmaydi deymiz. Bu Thomson-Tate-Chitayo teoremasiga bo'ysunmaydigan bir holat. Ya'ni Thomson-Tate-Chitayo teoremasida xohlagan bir qarshilik kuchi qo'shilgan chaqda sistemaning tangpuqligi buziladi deb deyilgan. Ama ma'noda bo'lsa, bu xil holatda buzilmaydiganligini isbotlash bo'ldi. Bu uyg'on nur holati. Endi presisiya to'g'riq to'xtalaylik. Presisiya deganimiz ben yuqorida aytib o'tgandek, hem aylanma harakat qiladigan o'z o'qida, hem ilgirlama harakat qiladigan holat. Bu ilgirlama harakat qilgan holatningki bir nuqtasi muqimlashtirilganligi uchun bu ma'lum bir o'qni bo'ylab turib aylanma harakat qiladi. Uning alayligi muqim aylanma harakat qiladi, bulung'liq turaqliq bulung bo'ladi. Yani yuqorida aytgan seta bulung turaqliq bo'ldi. Undan keyin turaqliq bulung'liq tezlik bo'ladi. Ma'noni ko'raylik bo'ldi. Bawo mana presisiya holati. Buniki qaraydigan bo'lsak, mayadagi seta bulung bu turaqliq. Bu hargiz o'zgarmaydi presisiyada. Undan keyin omega z, ya'ni mawo peg'irg'uchi sisteminiki z o'qini bo'ylaganligi aylanma tezligimi turaqliq bo'ldi. Albatta buning o'z o'qida aylangan tezligini ham omega 3 bilan ifodalagan u turaqliq. Endi shu presisiya altida harakat altida qarshilik kuchi 0 bo'lgan holatda yuqoridagi 8-9 larga nisbatan analiz yurgizgan bo'lsak, ya'ni daxl qilg'uvchi a'zolarni kirgizgan chig'imizda tuvandagi funksiyaga tanlimiga erishgan bo'ldi. Bu tanlimda biz yuqorida so'zlab o'tgandek, mayergi seta bo'ling, ma'lum bir 0 dan qimmat 0 dan yuqori qimmat elib turaqliq turganligi uchun mayerdagi sinus seta 0 hargiz 0 ga teng bo'lmaydi. Unda bo'lsa bu a'zo 0 ga teng bo'lsa, cho'qim ma a'zo 0 ga teng bo'lishi kerak. Endi ma'aza 0 ga teng bo'lganligini mana isbotladik. Bu yerdagi omega 3 hab deganimiz mayadni ko'rilish qildi. C omega 3 ni A ga bo'lgandiki bu
Bunundaki C, omega 3, A degan hamiz turaqlıq miqdor bo'lganligi uchun buni qisqartib bunda oldim. Ham G hat deganimiz shundaqa MgL. Bular hamisi turaqlıq miqdor. Bu A ga bo'lingandan keyin holatning turaqlıq miqdor bo'lganligi uchun qisqartib tanglimining oddiyroq ko'rinishi uchun. Hamda uygan holatga qalay nima presiziya holatiga qaraydigan bo'lsak, biz yuqorida aytgan uygan nur bilan selishtirgan chaqda bularningki tanglimizida butunlay o'xshamaydigan bir xil holat shaklida. Ya'ni bunday aytgan chaqda uygan nur holati bilan eg'irlik kuchdan qo'lni qalti deganimiz, eg'irlik kuchdan qo'lni qalti deganimiz manda atgan holat. Ya'ni buningda seta buning P tang bo'ldi. Bilan butunlay mustasna bo'lgan, ya'ni uningga tava bo'lmagan holat. Bunday aytgan chaqda presiziya nihoyat tez suratda aylanib, eng oxirida siziqliq holatda uygan nur holatiga o'tamaydi. Uygan nur holatiga o'tish shaklini intayin tuyuqsiz o'zgarish deb olamiz. Presiziyaning shu presiziya harakat holatining muqimligi to'liq to'xtalaydi. Buning yanida theta delta man tilda, andki phi tilda degan nihoyat kichik miqdordagi daxli paydo qilgan a'zolarni qo'shgan chig'imizda bunda bir uzun formulaga erishimiz. Bu formulaninki siziqlik muqimligi, ya'ni muqimlik holatini tahlil qilgan chig'imizda xarakter qiymati lamfida mundaq bir qiymatga teng bo'ladi. Buni qisqartib bunda olgan chig'imizda lamfida plus minus I alfa. Meniki I deganimiz mavhum qiymat, ya'ni radikal asidagi -1. Bu nimani bildirdi degan chog'da bu butun bir sisteminingki tavranma harakat qilganligi, ma'lum bir doiradan chiqib ketmasdan ve tevren merkez turduğalığı, yani mukum alet turduğalığını bildirdi. Mukum alet turduğalığını bildirdi. Hem de bu karşılık güççe nölge tang bulan alet. Yani sistem uçurayan karşılık güççe nöl bulan alet. Hem de karşılık güççe nölge tang bulmagan ahvalasında bunun karakter kıymeti bunda bir mürekkep bir formula olup çıktı. Bir yerde biz analiz kıldığımız omega z. Yani tanglama yuqorqi mayadagi tanglama. Bu tanglamani mayada qayta yezishimizning sababi bizga omega zni qayta isbotlab chiqishimiz kerak. O omega zni isbotlab chiqqan chog'imizda mayada plus minus alomati bo'lganligi uchun umumiy tanglamada mana xarakter qiymatida birda cho'ng, birda kichik qiymat oldi. Cho'ng qiymat olganni biz tez pressiya deb, kichik qiymat olganni ost pressiya deb olamiz. Olgan chog'imizda mushu taqlid paydo qiluvchi a'zo osti pressiyaga ta'sir qilsa, uningki eg'irlik kuch tangqonligi tarafga, ya'ni yer yuziga qarab eg'ishini keltirib chiqardi. Qiyzaytadi. Shuningga asosan osti pressiyada Thomson Tate-Chitayo teoremasiga bo'ysundi deb qaraymiz. Endi tez pressiyasiga nisbatan aytgan chaqda qarşılık gücü nur o'qining qaytadan tiklanishini keltirib chiqardi. Bu bir Thomson Tate-Chitayo teoremasiga bo'ysunmaydigan bir holat. Buni matematika degan yumshoq detal bilan buning harakat trayektoriyasini chizib chiqqanmiz. Dastlabda bunda ma'u osti pressiya holati, ya'ni ma'u harakat trayektoriyasi davomli tuvanga qiysayotgan holatda, aylanib qiysayotgan holat. Ham tez pressiyaga nisbatan aytgan chog'da bu tuvanga qiysaymasdan dal aksi bo'yicha yuqoriga tiklanib ketgan holatni ifodalanishi. Dastlabda men shu ikki rasmniki nima keltirib chiqqan tanglimini matematikada shu ikki sxemani chizgan chig'imda trayektoriyasini ifodalagan chig'imda ma'lat xato bo'lib qoldimki deb o'ylaganda men qarasam asli qarshilik kuch ta'sir qilgandan keyin jism cho'qim qiysayib ketadi, yerga yiqiladi deb faraz qilganligimiz uchun ma'latni xatomikin degan. Desam bu endi keyin tanglimini qayta hisoblab baxsak bu holat to'g'ri bo'lib chiqdi. Shuning bilan yuqoridagi yakunga keldik. Ya'ni TTC deb qisqart Thomson Tate-Chitayo teoremasiga bo'ysunmaydigan holat ekan deb faraz qildik. Xuloslagan chig'imizda birsi uyg'on nur. Yuqorida kelgan uyg'on nurda mayli qarshilik kuchi 0 bo'lsin yoki bo'lmasa 0 ga teng bo'lsin, odatda 0 dan kichik bo'lmaydi, 0 dan cho'ng deb olamiz. Bo'lsin, har ikkalasidan bir xil kritik holat mavjud. Mushu kritik holatdan yuqori bo'lsa, uning ta'sir qilgan qarshilik kuchi bu uyg'on nurningki muqimligini buzolmaydi. Ya'ni bunday aytganda Thomson Tate-Chitayo teoremasiga bo'ysunmagan bir xil holat shakllanib qoldi. Onunki pressiyaga nisbatan ko'rgan bo'lsak, delta ya'ni qarshilik kuchi 0 bo'lgan chaqda lamfida bir mavhum qiymat oladi, ya'ni u muqim holatni shakllantirdi.
Hem qarşılıq küçü nöldən çoğ bolğan çağda, yəni nölgə təң bolğan çağda asti pressiyada turaqsız holat şəkillenib TTC teoremasiga bo'ysungan bo'ldi. Tez pressiyaga nisbatan aytgan chaqda bu muqimlikni saqlaydi. Ya'ni Thomson-Tate-Chitaev teoremasiga bo'ysunmagan bo'ldi. Endi unda aytgan chaqda Thomson-Tate-Chitaev teoremasınınki qurulmaydigan ahvallarımı mevcut degan gap bo'ladi. Endi bu maqolamizda mındaq ikki iniqsiz narsa bor. Birisi vaqtga beqib siziqsiz o'zgarish. Ya'ni mındaq aytgan chaqda uyg'on nur degan holatimiz mushu pressiya holatining, ya'ni yuqorida ko'rsatib o'tgan ma'qul piqrash holatiningki davomli tishlanish jarayonida siziqlik o'zgarmaydi. Balki davomli tishlanish jarayonida eng oxirgi bo'lgan chaqda tuyuqsiz o'zgarish yuz berdi. Buni siziqsiz o'zgarish deymiz. Bu nima uchun shundaq siziqlik holatda o'zgarib bo'lmasdan, ya'ni davomli bo'lmasdan nima uchun tuyuqsiz shundaq tishlanish paydo bo'ldi deganni bu bir aniqsiz nuqta. Undan keyingi tez pressiyaga nisbatan aytgan chaqda gerçi bütün sistema bir gavda bo'lish sifati bilan energiya sarf qilayotgan bo'lsa, ya'ni piqirayotgan sistema uningga kuch ta'sir qilmagandan keyin u harakat jarayonida cho'qim uning harakat energiyasini sarf qiladi, ya'ni uning energiyasi kichiklab boradi. Lekin dal shuning aksicha bu qarshilik kuchi, biz yuqori ta'sir qiladigan qarshilik kuchi eg'irlik markaziga ta'sir qilib, buningki tuvanlab ketishini emas, balki tishlanib ketishini keltirib chiqarayotgan bunda bular ahvoli mavjud bo'ladi. Eg'irlik kuchiga qarshi yo'nalish tishlanadi. Bu ikki aniqsiz nuqta keyingi bizniki izlanishlarimizga qoldirilgan nuqta. Ya'ni uyg'on nurniki siziqsiz o'zgarish to'g'risida izlanish, yana birisiga tez pressiyada qarshilik kuchining ta'sirida nur o'qining yuqori ko'tarilishi sababi to'g'risida izlanish. Nima mushu piqirg'ich sistemaga nisbatan Angliya Cambridge Universitetininki professori Moffat degan professorninki bir qancha maqolasi bor ekan. Şu tez pressiyaninki masalan aylanayotgan tuxum deganda pishirilgan tuxumni yotqizib turib yuqori suratga aylanadigan chaqda uning tishlanib ketishi. Endi uningda ishlatilgan qarshilik kuchi shu tuxum bilan yer ostidagi surkilish kuchidan bo'lganda, endi bizninkidagisi shu surkilish kuchi mavjud emas deb turib, uningga ta'sir qiladigan, xuddi avem deganda qo'limiz bilan no'q qo'ygandek bir xil nihoyat kichik bo'lgan ta'sir qiladigan holat. Endi bu professorning maqolasida ojiz energiya degan bir hukm bor ekan. Mening muallimim, mening yetakchi o'qituvchim menga hozir shunda ta'kidladi. Shu ojiz energiya degan hukmni turib, buningki eg'irlik kuchiga qarshi yo'nalishda ko'tarilishini endi buningki izlanish, keyingi izlanishlarimizni qoldirib qo'ygan. Mening maqolam shunchalik. Ko'pchilik rahmat.